Selishtirma, o'qirmanlarga havola. Jamiyatning moddiy taraqqiyoti aylanmasida bilimning markaz bo'layotganligini ko'ryapmiz. Kishilar bu davrni bilim egiligi davri deb atayotadi. Bu davr fan texnika va iqtisod rosa kullangan g'arb dunyosida allburun boshlanib bo'ldi. Bizda bilim egiligiga munosib ijtimoiy mexanizm texi shakllanib bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin tashviqot vositalarida bilim egiligi degan ibora modaga aylandi. Bilim egiligi jamiyat tuzilmasidagi ilg'orlik, nuqtai nazar erkinligi, bayon erkinligi qatorliqlarga to'limi muhtoj. Bilim egiligida muhim organ sifatida rol o'ynaydigan oliy maktablarning byurokrat sistemalarida islohot olib berish Jungo ziyolilari ko'ngil bo'ladigan muhokama temasi bo'lib qoldi. Qanday qilganda oliy maktablarni yangilik, ijodiyatning puliqiga, texnika inqilobining bazasiga, iqtisodiy taraqqiyotning bevosita turtkisiga aylantirg'ili bo'ladi. Bu haqdagi masala yanada oliy maktablardagi nihoyat murakkab ish bajarish tuzumlarini o'zgartirishga, byurokratik sistemalarning ziyoda nopozini cheklab, ilm ahlining nopozini o'stirishga, individual erkinlikka imkoniyat berib, ijodiyat havosini soplashtirishga, oxirida butkul jamiyat tuzilmasini hamma odamga barobar fursat bera oladigan afzallikka ep berishga taqaladi. Yaponiyaning muvaffaqiyati hammaga ayon bir paket. Pekir o'zim ko'rgan bir oliy maktabning sharoiti ustida kitobxonlarga qisqa bir tushuntirish berib o'tdim. Kitobxonlarimiz Jungo jamiyatidagi ba'zi ahvollarni chiqish qilgan holda, Jungo bilan Yaponiya uzun tarixdan beri Kungzi madaniyat chambarikida ta'siriy munosabatda bo'lishgan qo'shni davlatlar turug'liq. Nima uchun ularning taraqqiyotida buncha farq kelib chiqdi? Buning zodi qanday sababi bordi deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Bu savolda tabiiy holda selishtirmalik bir muhokamaning uchquni yenib turadi. Zamonimizdagi Jungo olimi Xishin 19-asrning oldingi yarmidan burun Yaponiya Jungodan ko'p qaloq edi. Ta shu davrlargacha Jungodan o'rganib kelgan shogird davlat edi. Amnilikda u Jungoga qaraganda ko'p ilgarilab, yuqori sanoatlashgan, kuchli iqtisodiy davlatga aylanib ketdi. Bu nima uchun deb savol qo'ydi. Xishin mundaq selishtirdi. 1853-yili 7-ayning 8-kuni Amerika paraxodlarining top zambiraklari Yaponiyaning darvozasini qaqdi. Bu Angliya top zambiraklarining Jungoning darvozasini qiqishidan 13 yil keyingi ish edi. Ammo Yaponiya Meiji islohotini boshlab dunyodagi yangiliklarni dodillik bilan qabul qildi. Jungo hech ish qilmadi. Dastlabda Amerikaliklar olib kelgan fotosurat apparatidan hayron qolgan yaponlar mana bugun o'zlarining avtomobillari va elektron mahsulotlari bilan Amerika bozorlarini egalladi. Aslida Jungo Yaponiyadan baldur mengishi kerak edi. Amaliyotda undaq bo'lmadi. Hadisalar noposimiz ko'p deb bahona ko'rsatish to'g'ri emas. Yaponiyaning nopos zishtiki Jungoninkidan 2,8 hassa yuqori. Yaponiyaning yer maydoni Jungo yer maydonining 30dan 1 qismiga to'g'ri keladi. Uning ustiga Yaponiyaning tabiiy boyligi yo'q hisobda. Aslida tuzuk nimasi yo'q Yaponiyaning hamma nimasi bor bo'lishi bilan billa dunyoni ta'minladi. Xishin buningdagi sababga tafsiliy javob bermay, u jamiyatshunoslarning javob berishiga qoldirdi. Irvin Lazloning bosh muharrirligida tuzilgan aralashma hazoratlik planeta nomli kitobda Jungo bilan Yaponiya to'g'risida selishtirma tahlillar bor. Uningda mundaq degan: Jungo hazorati fuqarolarni sirtdan cheklaydi. Yaponiya hazorati bo'lsa ishki qoyillik nuqtasidan cheklaydi. Bu gap Yer shari tafakkur san'ati degan kitobning avtori Donald Stirning Yaponiya korxonalaridagi kollektivizmlik ong to'g'risida to'xtalganda aytgan gaplari bilan birdek. U Yaponiya hazoratida har bir odam o'z gapini bemalol aytish asosida kollektiv birdaklikka erishadi degan edi. Jungoda bo'lsa odamlar ko'nglidagi gapni yutib etish va shaxsiyatidan voz kechish badaliga kollektiv gavda tashkil qiladi. Lazlo Jungo madaniyatining alohidligi haqida to'xtalib, Jungoda an'ananing qimmati yangilikdan a'lo, g'oya reallikdan a'lo, tarix kelajakdan a'lo, o'lik tirikdan a'lo, qerilar yoshlardan a'lo, Jungoliklar avliyolarga, ajdodlarga, nopozga, kitoblarga ishinib o'ziga ishonmaydi deb yozadi.
Jungoliklarning nazarida huquq hammani belgilaydi deb yozadi u yana. Jungo Yaponiya madaniyati o'ttirisidagi ta'sir va farq to'g'risida yozilgan asarlar oz emas. Biz bu asarlarni o'qiganda ikki davlatning bugungi holatiga munosabatli savollarimizga ma'lum javoblarni topa olamiz. Bizning hozirgi temamiz bu haqda maxsus mulohiza etib berish bo'lmag'achqa, o'qirmanlarimizga ushbu temaga doir asarlarning hammasini ko'zitib o'tishga ulgurmaymiz. Yaqinda Shandong xalq nashriyoti tarafidan Jinwinshu degan avtorning Jungoliklar, Yaponlar, Koreyanlar degan kitobi nashr qilindi. Avtor 1962-yili Liaoningda tug'ilgan bo'lib, 2001-yili doktorlikni tamomlagandan keyin Yaponiyaning Kure universitetining sotsial axborotchilik fakultetiga o'qituvchilikka taklif qilingan ekan. U 1991-yildan e'tiboran Yaponiyada turib selishtirma madaniyat tadqiqoti bilan shug'ullangan. Uning temasi Sharqi Osiyodagi Jungo, Yaponiya, Koreyadan iborat 3 davlatning madaniyati ekan. U bu haqda nurg'un asarlarni e'lon qildi. Nurg'un nutqlarni so'zlabdi. Tövanda o'qirmanlarimizga uning kitobidan elingan 2 parcha maqolani taqdim qilamiz. Jin Apandi Jungo va Yaponiya xalqlarining milliy xarakteri haqida yozilgan asarlarni yakunlab, ikki millatning xarakteridagi farq va o'xshashlikni subyektiv fikrini aralashtirmay obyektiv maydonda ko'rsatibdi. Biz ayni davrdagi yerim mustaqil, yerim mustamlika Jungo xalqining illatlarini ko'rganimizda, mustamlika holatidagi xalqning ko'p illatlarga duchor bo'lishining muqarrar ekanligini tunib yetamiz. Biroq Jungo xalqi undaq illatlardan oxir qutulib, bugünkidek gullanayotgan jangovar bosqichga ko'tariladi. Ro'shanki, har qanday milliy illat tabiiy bo'lmaydi. Balki sun'iy ham ijtimoiy bo'ladi. Shunga har qanday bir millat o'zining milliy illatlarini yo'qota oladi va o'z-o'zini mukammallashtiradi. Jungo xalqining 21-asrdagi umidvor ruhi buni isbotlab turibdi. Qani, Jin Apandining ilm qasriga marhamat. Jungoliklarning milliyati. Jungoliklar haqida yuzaki qarashlar. Jungoda tuman yillik musofa, rang-orang xarakter degan gap bor. Necha ming yillik madaniyat tarixiga ega Jungoliklar o'rtoqlik ham rayon xosligiga ega bo'lib, turli milliylikni shakllantirgan. Birdaklik va ko'p xillik Jungo milliyatining ikki tarafi. 1987-yili 10-oyda insonshunos Fei Xiaotung Jungoga vakolatan Amerika olimlarining ziyoratini qabul qilganda iqror qilib mundaq degan edi. Jungoning masalasini hal qilish uchun Jungoni tushunishga tirishaman. Lekin men Jungo jamiyatidagi jungoliklarning engini, jungoliklarning faoliyat shaklini keltirib chiqargan Jungo ruhining mohiyatini ta hozirga qadar aniq tunib yetolmadim. Almisaqdan beri Jungoliklar o'zini 5000 yillik tarixga ega qadamiy davlat, Jungo dunyoning markazi, Junxo millati dunyodagi eng munavvar millatlarning biri deb ta'riflab keldi. Biroq Jungoliklar o'zining qandoqligini cho'nqur surishtirib ko'rmadi. Buni bilgisimi yo'q edi. Jungoda Yaponlardek o'zining milliyatini tushunadiganlar va tadqiq qiladiganlar nihoyat oz edi. Apyum urushidan beri Jungoda o'zining milliyatini tekshirish va isloh qilish to'lqini 3 qatim o'riladi. Birinchi qatimligi 19-asrning oxiri va 20-asrning boshlarida Kang Youwei, Liang Qichao vakilligidagi yangilik parvarlarning
Jungo milliyetidagi ojizliklarni operatsiya qilishidan iborat bo'ldi. Ikkinchi qitimliqi 4-may harakatining Jungo milliyetiga yurgizgan tanqidi. Uchinchi qitimliqi 80-yillardagi umumyuzlik qayta o'ylanish harakatidir. Jungoning milliyeti haqidagi asarlar 500 parchadan oshadi. Oldi bilan Jungoliklarning o'z-o'zining operatsiya qilishini ko'rib boqaylik. Jungo inqilobining otisi deb sifatlanadigan Sun Jungshanning 1890-yildan 1924-yilgacha bo'lgan maqola va nutqlarida Jungoliklarning milliyati mundaq xuloslangan. 1. Chatki qiqish engi yo'q. 2. Emgakchan, tinch, itoatchan. 3. Koni qoidalarga esilib olib o'zgartmaydi. 4. Ruhlarga va shayotullarga cho'qinadi. 5. Bir qarorga kelinmaydi. 6. Bilim saviyasi to'van. 7. Xo'jayinlik engi kamchil. 8. Qumdek chechilang'u. 9. O'zini bilinmaydi. 10. İlgirlashni xohlamaydi. 11. Erkinlikka intilmaydi. 12. Vafodor, mehribon, sadoqatman, tinch, farosatlik. 13. Jamiyatvoz va aqidachi. 14. Xalqarochi. 15. Axloqqa ahamiyat beradi. 16. Xalq huquqi tarafdori. 17. Ekstremist. Jungoning yaqinqi zamon tarixidagi mutafakkur Liang Chichao 1904-yili nashr qildirgan Istig'for hujrasi to'plami degan asrida Jungoliklarning milliyatini mundaq yakunlagan. 1. Mustaqillik va erkinlik iddiasi kam. 2. Qulluq mijozga ega shaxsiyatchi. 3. Ommaviy axloq nuqtai nazari kam. 4. Qarqo'saq, qo'rqinchoq, aldamchi. 5. O'zbeshimchi, soxtipaz, pasib. Olim Kang Beyching 1919-yildagi Jungoliklarning milliy xarakteri to'g'risida degan asrida Janub, Shimol, G'arb, Sharq rayon ayrimisi bo'yicha Jungoliklarning xarakterini mundaq yakunlagan. 1. O'z-o'zidan ko'ranglaydi. O'z-o'zidan qanoatlanadi. 2. Qiyinchilikdan qo'rqadi. Halovatni yaxshi ko'radi. 3. Ijodiyat va taqlid qobiliyati kuchli. 4. Oddiylikni cho'ng bilib, alohidlikni cho'ng bilmaydi. 5. Ishlarda amaliy bo'lishni yoqlab, quruq gapni yoqtirmaydi, savrchan emas. 6. Qadimkini maqtab, bugunkini so'kadi, ko'nilikqa yepishib oladi. 7. Yakki mustaqillikqa ega, kollektiv mustaqillikqa ega emas. 8. Passiv, boshqalarga yo'l qo'ydi, aktiv qarshilik ruhi kamchil. 9. Boshqalarning maxfiyatiga qiziqib, o'zining maxfiyatini chin saqlaydi. 10. Himmat va adovati aniq, himmatga javob qaytarish ingiba. 11. Tan saposi bejirim, yoshirun kuchi zo'r. 20-asrdagi eng nomdor adib Loshun Jungoliklarning milliyatini 8 nuqtaga yig'inchoqlaydi. 1. O'z-o'zidan mag'rurlanadi. 2. Yuz obro'yni cho'ng biladi. 3. O'rin. 4. Hamkorlasha oladi. 5. Buzg'unchi. 6. Yiroqni ko'ranmaydi. 7. Qul mijoz. 8. Qo'rqinchoq shaxsiyatchi. Qanoatchan Jungoliklar. Yangi madaniyat harakatining ulug' bayroqdori Xo'shi Jungoliklarning milliyatini mundaq obyektiv xuloslagan. 1. Qanoatchan. 2. Moddiy halovatni qo'g'lashadi. 3. O'z-o'zini aldab, o'z-o'ziga tasalli beradi. 4. Tafakkur qilishi yetarlik emas. 5. Xususiy tarbiyalanishga e'tibor beradi.
6. Taqdirga ishonadi, beparvo. 7. Nomusni bilmaydi. 8. Asosan paras. Adib Lin Yutang inglizcha nashr qilingan Jungoliklar degan asrida Jungoliklarning alohidligini tövandagidek 15 tarafdan ichib bergan. 1. Salmoq. 2. Sadda. 3. Tabiatni so'yidi. 4. Savrchan. 5. Passiv ham tarki dunyo. 6. Otqacha va hiligar. 7. Ko'p tug'udi. 8. Emgakchan. 9. Tejashlik. 10. Oilani yaxshi ko'radi. 11. Tinchlikparvar. 12. Qanoatchan. 13. Yumoristik. 14. Ko'niga yepishib oladi. 15. Shahvatparas. Jiang Jieshi Jungoliklarning taqdiri degan asrida Jungoliklarning alohidligini mundaq 5 nuqtaga yig'inchoqlagan. 1. Sadoqatman, vafodor, diyonatlik, mehribon, samimiy, odil, inoq, tinchdan iborat 8 fazilatga ega. Adablik, odil, izchil, nomuschandan iborat 4 xuluqliq. 2. Samimiy, sadoqatman, adab qoidalik. 3. Emgakchan, oddiy sodda, erlari dehqonchilik qiladi, ayollari raxt o'qiydi. 4. G'ururliq, kamtar. 5. Qonun bilan idora qilishni yoqtirmaydi. Kungzichi Liang Shuming Jungo hazorati haqida degan asrida mundoq ko'rsatdi. 1. Shaxsiyatchi. 2. Tejamchan. 3. Adab qoidalik. 4. Tinchlikparvar, ojiz. 5. O'z-o'zidan qanoatlanadi. 6. Ko'niparas. 7. Hong vaqti. 8. Chidamliq ham yovuz. 9. Qat'iy va avrishim. 10. Hiligar. İnsanshunos Fishautung Jungoliklarning xarakterini mundoq yakunlaydi. 1. Shaxsiyatchi. 2. Oila xohishi kuchlik. 3. Murassachi. 4. Ayrimichi. 5. Adab qoidichi. 6. O'zimchil. Tayvan olimi Shang Tuiji 1986-yili Jungoliklarning milliy xarakteri haqida tadqiqot degan kitobini e'lon qilgan bo'lib, uningda Jungoliklarning xarakterini tövandagidek 8 nuqtaga yig'inchoqlagan. 1. Necha ming yillik an'ana Jungoliklarni oilani cho'ng biladigan qilgan. 2. Jungoliklar atrofliq bevosita tafakkur shakliga moyil. 3. Chidamliq ham tetik, tirishchan ham savrchan. 4. Kishilik aloqada sezgur, obro'yining tushib ketishidan qo'rqadi, shon sharafga amroq. 5. O'zini tutib olishga odatlangan, boshqalar bilan oraliq saqlay oladi. 6. Tinch turmushni yaxshi ko'radi. 7. Mutaassib, bir-biriga ishonmaydi, nopuz qarashi kuchli. 8. Cho'ng davlatchilik engi va uzun tarix engi cho'nqir bo'lib, hakavur chet elliklarni kamsitadi. Tayvanlik insonshunos Li Yiyuan va Yang Guoshular 1988-yili tuzgan Jungoliklarning xarakteri degan kitobda mundoq ko'rsatdi. A. O'zlik ufqimi. 1. Boshqalarning oldida o'zini maqtamaydi. Kamtar bo'lishga tirishadi. 2. O'zini muhitga qarab turib ifodalaydi. Chekidan oshgan fikrlarini aytmaydi. B. Kishilik munosabat. 1. Kishilik munosabat to'g'rini iltifot orqali quradi. 2. Nopozni hurmatlaydi, huquqning o'rnini yuqori tuvallikka qarab bekitadi. 3. Oilani yadro qilgan to'plam bo'yicha rishta quradi. C. Odam bilan dunyoning munosabati. 1. Odam muhitning bir qismi deb qaraydi. 2.
muhitga moslashibla muhitni yengishni o'ylamaydi. D. Vaqtga bo'lgan pozitsiya. Birinchi, qadimkini seg'inib, an'anaga e'tibor beradi. Ikkinchi, o'zgarishga ko'nmaydi, hozirqini saqlab qolishni xohlaydi. E. Faoliyat pozitsiyasi. Birinchi, taslimchi bo'lib, radikallikqa qarshi turadi. Mo'tadil bo'lishni tashabbus qiladi. Ikkinchi, hissiyotini chandurmay o'zini tutib oladi. Qo'niparas millat. 1987-yili yosh olim Wang Runshin bizning xarakter tragediyamiz degan kitobni yozib, jungoliklarning xarakterida tövendikidek kasallar bor deb qaraydi. Birinchi, aldamchilik kasali. Ikkinchi, yaqinni ko'rish kasali. Uchinchi, g'ayri manchilik kasali. To'rtinchi, qo'niparastlik kasali. Beshinchi, hamkorlashmaslik kasali. Oltinchi, vijdoniy polashlik kasali. Yettinchi, tayinish kasali. 1999-yili men Koreya va Yaponiyada nashr qildirgan Jungoliklarning madaniyatga qarshi xohishi degan kitobimda jungoliklarning xarakterini tövendikidek ko'rsatgan edim. Birinchi, aldamchilik kasali. Ikkinchi, o'g'irlik kasali. Uchinchi, o'xshashchilik kasali. To'rtinchi, qulluq kasali. Beshinchi, mutaassiblik kasali. Oltinchi, soddilik kasali. Yettinchi, shaxsiyatchilik kasali. Sakkizinchi, manfaatparastlik kasali. Biz yuqorida jungoliklarning nazaridagi milliyatni ko'rib o'tdik. Endi chet elliklarning nazaridagi jungoliklarga qarab boqayli. Amaliyotda jungoliklarning o'z milliyati haqidagi tanqidiy o'ylanishlari chet elliklar bilan oralashishdan hamda chet elliklarning qalam tavirtishidan boshlangan. 17-asrning boshlarida Germaniyaning eng ulug' mutafakkiri Leibniz jungoliklarning tinchlik iddisi va ajdodlarga cho'qinish iddisi haqida to'xtalgan. Adam Smithmo o'zining davlatning boyligi degan kitobida jungoliklarning olg'a bosmasligidagi sabab ularda burun qisig'i esalavilish xarakteri bor degan edi. Mashhur faylasuf Gegelmo jungoliklarning ruhidagi xoslik kamligini ko'rsatib o'tgan. Marksmo jungoliklarni tirik murda deb tanqid qilgan hamda jungoliklarning konservativligini tilga olgan. 19-asrning o'ttirlaridan boshlab nurg'un g'arbliklar jungo bilan bo'lgan aloqa jarayonida jungoliklarning milliyatini ko'rsatgan. Bu vaqtdagi eng tunji asar amerikalik missioner A.Q. Shemsning Jungoliklarning mijozi degan kitobidir. Shems o'zining tajribalariga asosan jungoliklarning xarakterini tövendagi 26 nuqtaga yig'inchoqlagan. Birinchi, yuz obro'yga ahamiyat beradi. Ikkinchi, tejashlik. Uchinchi, amgakchan. To'rtinchi, qoida yo'sulliq. Beshinchi, vaqt qarashi sus. Oltinchi, aniqlik qarashi kamchil. Yettinchi, osonlikcha xato tushunadi. Sakkizinchi, aldamchilikqa usta. To'qqizinchi, johil. 10-chi, tafakkuri mujmal. 11-chi, inkasi gal. 12-chi, chet ellikni ko'zgilmaydi. 13-chi, ommaviy axloqi kamchil. 14-chi, mutaassib. 15-chi, ozodlik va qulaylikni izlamaydi. 16-chi, yashash iqtidori kuchlik. 17-chi, savrchan ham chidamliq. 18-chi, qanoatchan. 19-chi, vafodor. 20-chi, shafqatkor. 21-chi, yestashliq kam. 22-chi, bir-birini cheklaydi. 23-chi, inoq emas. 24-chi, gumonxo'r. 25-chi, samimiy emas. 26-chi, dinsiz. 1915-yili Tonglik jamiyatshunos Max Weber Kungzi dini va Toyin dini degan asrida
Cungoliklarning xarakterini tövendeki 7 noktaga yığınçaqlagan. Birinci, chidamliq. Ikkinchi, emgakchan. Üçüncü, galvan. Dördüncü, ihtiyatchan. Beşinci, gumanxo'r. Altıncı, hisdaşlıqı kam. Yettinci, samimiy emas. Kishining diqqatini qo'zg'aydigani shuki, u Jungoga bir qitimmi kelmay turib, Jungoliklar dunyodagi eng yolg'onchi millat deb kesib aytgan. Angliyalik mashhur Jungoshunos doktor Joseph Needham Jungoliklarga axloq, insonparvarlik, kamtarlik va xalqarochilik nuqtasidan baho bergan. Bu haqda Toynbee bilan Ekida Daisakoning suhbatida ba'zi gaplar bor. Angliyalik olim Russell Jungoliklarning xarakterini umidvor, rohatparast, oshko'z, yuz obro'yini cho'ng biladigan, samimiy, millatchi, pastkash, hisdoshligi kam deb yakunlaydi. Yana nurg'un g'arbliklar va yaponiyliklarmi Jungoliklarning milliyati haqida to'xtalgan. Bular yuqorqilarga o'xshab ketgachga tilga ep o'ltirmadik. Cho'ng quruqlik xalqining milliyati xuddi bu tuproqning o'ziga o'xshashla jalbkor ham murakkab. Yaponlarning milliyati o'zining orol davlatiga xos xususiyatini to'van ko'rish. Dunyoda o'zining milliyati haqida munozara qilishni Yaponlardek yaxshi ko'radigan millat bo'lmasi kerak. Meiji islohotidan boshlab Yaponlarning milliyati haqidagi asarlar, ilmiy maqolalar, axborotlar va xotirlar son-sanoqsiz maydonga keldi. Bundaq muhokamalar hozirga qadar davomlashmoqda. Shunga Yaponlar haqidagi maxsus tadqiqot asarlaridan boshqa bu haqdagi asarlarni sistemalik yakunlaydigan asarlarmi borliqqa keldi. Bular chet elliklarning qalamidagi Yaponlar haqidagi kitoblar katalogi, Yaponlar haqidagi asarlarning o'zgarishi qatorliqlardan iborat. Bulardan atoliq psixolog Minami Hiroshi yozgan Yaponlar haqida degan kitobda Yaponlar haqidagi 500 parchadan ortiq kitob yakunlangan. Bu kitobni Yaponlar haqidagi qomus deyishga bo'ladi. Oldi bilan Yaponlarning o'zi haqida aytganlarini ko'rib boqaylik. Yaponiyada Yaponlar haqidagi eng burun to'xtalgan asar Meiji davridagi nopuzli adib Hagayaichi tarafidan yozilgan. Uning 1907-yili yozilgan Yaponlar haqida 10 bayon degan mashhur asarida Yaponlarning milliyati 10 nuqtaga yig'inchoqlangan. Birinchi, padişah sodiq, vatanparvar. Ikkinchi, ajdodlarga cho'qinib, jamoatining shon sharafini asraydi. Üçüncü, realizmchi. Dördüncü, gül giyohlarni asraydi, tabiatni yaxshi ko'radi. Beshinchi, umid var. Altıncı, hashamatsiz, bemalol. Yettinchi, ochuq va abchil. Sakkizinchi, pokiz. To'qqizinchi, qoida yo'singa itoat qiladi. 10. Muloyim, kang qo'saq. Buningdan burun 1891-yili yaponiylik faylasuf Miyaki Sitsorei Xo'p bashiri Yaponlar, Bad bashiri Yaponlar degan ikki poch kitobida Yaponlar haqida rasmiy to'xtalgan. U bu asarlarda illiq, go'zal Yaponiyani maqtaydi va Yaponiyaning go'zal bo'lishidagi sababni Yapon millatining xarakteridagi esillikka taqaydi. U yana bir jihatdan Yaponlarning bilim saviyasi to'van, shaxsiyatchi bo'lishdek va chet elliklarga cho'qinishdek illatlarni tanqid qiladi. Milliy xarakteridagi ojizliklar ustida o'ylanadi. Taisei mezgilidagi tarixshunos Tesoda Sokichi 1916-yili davlatimizdagi fuqarolarning iddisi degan kitobida Yaponlarning milliy xarakteri haqida tövandagidek tahlil o'ttirg'i qo'ydi. Birinchi, tinchlikni so'yidi. Ikkinchi, kurashchanligi kamchil. Üçüncü, birlikka kelgan din yo'q. To'rtinchi, ommaviy engi taraqqiy qilmagan. Beshinchi, bugundan qanoatlanadi. Oltinchi, ko'tarangi, hashamsiz. Yettinchi, yo'lidan qaytmas, oq ko'ngil. Sakkizinchi, mustahkam iroda va tavakkulchilik ruhi kamchil. To'qqizinchi,
chet el madaniyatiga moslasha oladi, taqlidchanligi kuchli. Yaponlar Jungo Yaponiya Rossiya urushida g'alaba qilib o'zlarini dunyodagi birinchi darajalik puhra deb maqtab yurganida, xalqni o'ylantirish uchun 1916-yili Omachi Kigitsu Yaponlarning milliy xarakterini operatsiya qilish degan maqolalar to'plamini tuzib nashr qildirdi. Uningda Yaponlar tövəndəki nuqtalar bo'yicha tanqid qilindi. 1. Yaponlarning yolg'onchiligi. 2. O'z davlatini kamsitish odati. 3. Ichi og'rimaydigan millat. 4. Orol davlati xarakteriga ega. 5. Uşaq davlatchi shaxsiyat. 6. Egilikining yetarsizligi. 1935-yili mashhur faylasuf Vassuji Tesuro iqlim degan maqolasini e'lon qilib, yer sharidagi iqlimlarni fasl shamollari balvag'i, qumliq balvag'i, yayloq balvag'i deb 3 tipga bo'lgan. Yaponiyani bo'lsa fasl shamollari balvag'iga kirgizgan. Uning qarashicha Yaponlarning tip xarakteri kang qo'soq va apuchan edi. Yaponiya yozuvchisi Sakaguchi Ango 1935-yili Yaponiya madaniyati haqida qarashlarim degan maqolasini e'lon qilib, uningda Yaponlarning bir chetga qarab turadigan vijdonsizligini tahlil qilgan hamda g'arb madaniyati Yaponiyaning yerlik madaniyatini vayron qilsimi kori bo'lmagan o'rtaq illatni qamchilagan. Uningdan boshqa dunyodagi millatlar haqida o'qishliq degan kitobda Yaponlarning milliyati mundaq yakunlangan. 1. Sadoqatman, vafodor, adolatparvar, botir. 2. Pok, diyonatlik. 3. Esil, nafs. 4. Ajdodlarga cho'qinadi. 5. Sirtdan kirgan madaniyatni asmaliyat qiladi. 6. Tabiatni so'yadi. 7. Dengiz okeanlarni yaxshi ko'radi. 8. Pokiz. 9. Tetik. U kitobda Yaponlarning kamchilligi mundaq ko'rsatilgan. 1. Ommaviy axloq kam. Yuzaki narsalarga ahamiyat beradi. 2. Qahramonlik g'oyasi, tavakkulchilik ruhi va ijodiyat ruhi kamchil. 3. Ko'zni qamashtiradigan parlaq madaniyat yaratilmagan. Yaponlarning chandurmasligi. 1938-yili Yaponiya olimi Hasegawa Nyozikan Yaponiya xarakteri, yana Yaponiya xarakteri degan asarlarida Yaponlarning ortiqchiligi va kamchilligini mundaq yakunlagan. Ortiqchiligi. 1. Obyektiv. 2. Real. 3. Mo'tadil. 4. Tejashlik. 5. Kamtar. 6. Oddiy. 7. Qonunga bo'ysunadi. Kamchilligi. 1. Ehtiyotchan emas. 2. Mijozi turoqsiz. 3. Sirtqi ta'sirga qarata sezgur. 4. Taqlid qilishga usta. 1940-yili Nishimura Naoji Yaponlar va ularning madaniyati degan asrida Yaponlarning ortiqchiligini tövəndikidek 8 nuqtaga yig'inchoqlagan. 1. Moslashishchan. 2. Faoliyatchan. 3. Kang qo'soq. 4. Tinchlikparvar. 5. Axloqliq. 6. Hamkorchan. 7. Ijodkor. 8. İlgirlaydi, hamkorlashadi, tug'umchan. Mashhur psixologiya olimi Minami Hiroshi Yaponlarning psixikasi degan asrida Yaponlarning psixikasi ustida o'zlikchilik, baxt, baxtsizlik, ratsionalizm, ya'ni aqlchilik, irratsionalizm, ya'ni g'ayri aqlchilik, ruhiyat, tan, kishilik munosabat qatorliq 6 tarafdan tahlil yurgizgan. Bu kitobni Yaponlarni tushunishdagi dastur desimi arziydi. 1970-yili Yaponiya obzorchisi Yamamoto Shichihining bozorliq kitobi Yaponlar va Yahudiylar zilzila qo'zg'adi. Lekin bu asar o'zi bilgancha hukm qilish xohishiga ega, obyektivchanlikqa ojiz asar bo'lg'achqa kishilarning e'tirof qilishiga erishamadi.
1970-yili G'arb tarixi olimi Aida Yuuchi Yaponlarning ong qurilmasi degan asrida Yaponlarning chandurmasligini tunji qitim o'tirg'a qo'ydi. Uning ko'rsatishicha, Yaponlar o'z hissiyotini chandurmaydi. Qaramoqqa o'zini tutib olganda qilg'ini bilan amaliyotda hissiyotga moyil. Yaponlarda o'zlikni tashabbus qiladigan va tashviq qiladigan ong kamchil. Pasib odam sifatida yollanib ishlasa shundoq yaxshi. Ammo shu holda yollug'uchi bo'lsa toza qamlashmaydi. Doi Takeo'ning erklashning qurilmasi degan Yaponlar haqidagi bozor topgan kitobida ko'rsatilishicha, Yaponlarda erklash tipidagi tayinib olish xarakteri bo'lib, hatto erklash yarashmaydigan quramga kelgandimi, psixikadagi ona-bolalik munosabatdan qutulolmaydi. Mening qarashimcha, bunday psixika Junguluq va Koreyaliklarda mavjud. Faqat darajasida farq bor. Tokyo Universiteti professori sotsial antropolog Nakani Chie ko'ndilang ijtimoiy munosabatlar degan asrida yuqori to'van daraja munosabati intayin taraqqiy qilgan Yaponlarning xarakterini yakunlagan. Amaliyotda Koreyaliklarning daraja munosabati Yaponlarninkidan ro'shan. Azari antropolog Fukasaku Mitsusada 1971-yildagi Yapon hazorati va Yaponlar degan asrida Yaponlar inoq ejil bo'lish, bir-biriga yordam qilish, uyushchan bo'lish taraflarida rosa avjiga chiqmoqda deb ko'rsatgan. Bundaq munosabatda mehr qo'yiqlashgan siri kollektiv ittifoq bo'ladi, ishlar oson yurishadi. Jamiyatshunos Tsurumi Kazuko qiziqish va Yaponlar degan asrida Yaponlarning qiziqishi ularning an'anaviy hazorat asosida chet eldagi dinlar, g'arb ideologiyasi, tuzumi va hazoratini sumirishiga turtki bo'lgan. Yaponlar o'z tavasining sirtidagi har qanday narsaga qattiq qiziqadi. Shunga chet el sayohati va chet el tili o'rganishga intayin hirisman. Qiziqish kishilik munosabatdagi konservativlik bilan sirtqi madaniyatga bo'lgan ochiq pozitsiyani o'z ichiga olgan ko'p qatlamli qurilmani shakllantirgan deb o'tirg'a qo'ygan. 1972-yili psixolog Miyagi Otoya Yaponlar kim degan asrida Sharq va G'arb Yaponlarining rayon farqidan kelib chiqqan xarakter o'zgachiliklarini va ularning jo'grafiyalik, tarixiy orqa ko'rinishlarini bayon qilgan. 1973-yili Araki Hiroyuki Yaponlarning faoliyat shakli degan asrida Yaponlarning asosliq faoliyat shakllarini ko'rsatgan. U cho'ponlar hazorati va ekin hazorati bo'yicha bayon yuritgan. Kitobda mundoq ko'rsatilgan. 1. Podachilikni asos qilgan asos qatlamli hazorat, ko'chish va shaxs markazlikidagi jamiyat o'z-o'zini boshqaradigan individual markazchilikka aranchi prinsip. Ekinni asos qilgan asos qatlamli hazorat, muqim o'ltiraqlashish tipidagi dehqonchilik o'rtaq gavdasidagi jamiyat ayolchi prinsip. Shunga Yaponlar butkul avom birdakligidagi birlikka kelgan faoliyatga ahamiyat beradi. O'z-o'zini so'rash tipidagi individuallikni markaz qilmaydi. Gavdalarda o'zlik bo'lmaydi. Hamisha o'z-o'zini inkor qilib, o'z-o'zini tanqid qilib, kollektivni afzal o'ringa qo'yadi. 1989-yili faylasuf Nakamura Hajimining Yaponlarning tafakkur shakli degan asri Yaponlarning tafakkur shaklini din jihatdan ko'zatib yakunlagan. U faniyatchilik, tabiatchilik, diyonatchilik, mag'firatchilik jihatdan reallikqa qarata qorni kang bo'lish ustida xulosa chiqargan. U yana noaql xohish, mantiq kamlik, bevosita nazar, hissiyotchanlik, simvol eg'ishchanligi qatorliq taraflardan umumga e'tibor bilan qarash xohishini bayon qilgan. Buningdan boshqa Yaponlar haqida turli nuqtadan mulohiza etgan asarlar intayin ko'p bo'lib, biz uni tilga olib o'ltirmadik. Yapon hazorati, nomus hazorati. Endi biz chet elliklarning nazaridagi Yapon millatiga qarab boqaylik. Chet elliklar Yaponlar haqida degan kitobga qarasak, 1950-yillardagi Yapon oraliq xotirasidan 1980-yillardagi o'lib olish Yapon tarixigacha bo'lgan 42 fojia asarida chet elliklar Yaponlar haqida maxsus to'xtalgan. Yaponlarga doir chet elliklar yozgan asarlarning dastlabkisi 1928-yili Junguluq Daijito yozgan Yaponlar degan asardir. Gomindang yuqori qatlam arbobi Daijito
Sun Zhongshanning tarjimoni va kotibi bo'lish sifati bilan Yaponiyaga ko'p qitim borgan. U Yapon davlati xalqining ruhi faqat rishtimiz bir yaru osmon bepoyon deyishdek ilohiy hokimiyat xurafiyligi va qulluq ideyasidagi samuray ruhidan iborat deb tanqid qilgan. U yana Yapon millatidagi ortiqchilik ularning dunyo madaniyatini qabul qilish bilan birga o'zini qo'g'dash va o'zini taraqqiy qildirish iqtidoriga ega bo'lishida deb ko'rsatgan. U Yaponlarning kamchilligi ustida to'xtalib, Yaponlarda o'zini kamsitadigan orol davlati xarakteri Yevropa va Amerikaga cho'qinish, Jungoni ko'zga ilmaslik mavjud degan edi. San'at jihatda urush qaqliq ruhi, go'zal tinchlik kayfiyati ham nozik shakl qatorliqlar o'zaro birlashib ketgan. Estetik eng esil nozik bo'lsa-mu hayvat emas. Ommaviy axloq jihatda tinch, o'zaro yordamlashish tarafi bor bo'lsa-mu, manfaat qo'g'lashadigan savdogarlik xarakterining cheklimasiga uchragan. Meiji islohotidan buyon Jungo va Koreyani kamsitib kelgan Yaponlarga nisbatan aytganda, bir Jungolukning ularning milliyatini ayblashi davr bo'lgich ahamiyatga ega bo'lgan. Urushdan keyin 1948-yili Amerikalik antropologizmlik hazoratshunos Benediktning Yuqori Guley va Shamshar degan asari Yapon tilida nashr qilinishi hamon qattiq g'ulg'ula ko'tardi. Bu asar Yapon haqida muntazam to'xtalgan tunji universal xarakterdagi kitob bo'lib, uning ta'siri bilan Yaponlar haqidagi kitoblar orqa-orqadan maydonga keldi. Yapon hazorati bilan g'arb hazoratini nomus hazorati va razil hazorat deb atash Juhor Guli va Shamshar degan kitobning ahamiyatli kashfiyoti. Benedikt Yaponlarning ijtimoiy faoliyatini ikki xil alohidlikka keltirgan. Biri, Meiji islohotining o'lchami bo'yicha fuqarolar o'ziga xos o'rinda faoliyat qiladi. Bu tabaqa engining bir xil inkosi. Yana biri, majburiyat sistemasida ilm berim noiti aniq bo'lib, himmatga cho'qim javob qaytariladi. Bu vapoga vapo degan aqidaning ta'biri. Buning bilan selishtirma bo'g'ini insoniy hissiyot bo'lib, Yaponlarmo yuyinish, yeb ichish, uxlash qatorliq huzur halovatni izlaydi. U kitob Yaponlarning ikki yoqlimiligini bakrak gavdalantiradi. Ular bir tarafdan Juhor Gulidagi poklikni yaxshi ko'radi. Yana bir tarafdan Shamshardagi yovuzlikmi bor. Bu asar Yaponlar haqida ajnabiylar yozgan eng munavvar asar. Tabiiyki, avtor Yapon tilini bilmagachga va Yapon turmushini tushunmagachga Yaponiya ilm nopozlari ko'rsatgan savalliklardan xoli bo'lmagan. Bu asar bilan teng tura oladigan yana bir kitob bor. U bo'lsa-mu Koreylik Li Yuning yozgan Yaponlarning kichiklitish engi degan asar. Bu asarning ortiqchiligi shuki, burunqi yaponshunoslik kitoblari Yaponiya bilan g'arbni selishtirish asosiga qurilgan. Li Yuning bo'lsa Yaponiya haqida sharqliklarning ko'zi bo'yicha bayon yurgizgan. 1982-yili bu asar Yaponiyada nashr qilingandan keyin qoltis bozor topgan hamda Asahi axborotlik gazetida Yaponlar haqidagi eng munavvar asar deb baholangan. Li Yuning Yaponlarning ishlarni ko'ptirishga qaraganda kichiklatishga bakrak moyil ekanligini bayqagan. U buni Yaponlarning turmushi, adabiyoti, san'ati, shay'ilari, turmush buyumlari orqali dalillagan. Ba'zilarning aytishicha, garchi bu xil kichiklatish engi amaliyotga uyg'un bo'lsa-mu, ammo Li Yuningning bundoq psixikaning manbasi haqidagi tahlillari yetarlik emas. 1970-yildan keyin selishtirma hazorat tipidagi asarlar ko'plab borliqqa keldi. Bulardan Uzaki Shigeo'ning Amerikanlar va Yaponlar, Miyagi Otoyaning Amerikanlar va Yaponlar, Chin Shunchinning Yaponlar va Jungoluklar, Matsumoto Kazuo'ning Jungoluklar va Yaponlar nomidagi kitoblar mashhur. Diqqat qilishga tegishliki, Koreylik va Jungolukni selishtirganda Yaponlar chet ellikka nisbatan biz Yaponlar mundoq degan gaplarni deyishni yaxshi ko'radi. Buningdan Yaponlarning xalqaro madaniyat engini ko'rib olish ta's emas. Bumi Yaponlarning chet el madaniyatiga bo'lgan kuchli qiziqishidan kelgan. Selishtirish Yaponlarning o'zini o'zgartirish va taraqqiy qildirishidagi ruhiy kuch emasmi?